ئىنشا يېزىشنىڭ ئەڭ ياخشى ئامالى. يېزىقچىلىقتىكى ئەڭ كاتتا ماھارەت راست گەپ قىلىشتا. چۈنكى راست گەپ كىشىلەرنى قەلەم تەۋرىتىشكە دەۋەت قىلىدۇ ۋە قىزىقتۇرىدۇ. يازىدىغان نەرسىلەر پۇتۇڭىزغا پۇتلىشىپ تۇرسىمۇ، ئەمما سىزدە راست گەپ قىلىش جۈرئىتى بولمىسا، قەلەم تەۋرەتمىكىڭىز بەسى مۈشكۈل. Bir do'stumning uyiga borgan edim. U Tulus o'rta maktabning 2-yilida o'qiyotgan bolasining insha yozolmayotganligidan vaysab, mendan buning amalini so'radi. Buning bilan bolaning insha daftarini ko'rib boqqim keldi. Ammo bola sal dulg'ul bo'lib turib qoldi. Qaraganda bola yozgan inshalarni boshlig'iga ko'rsatishdan numus qildi ekan. Shu bola o'ynab chiqib ketganda uning onasi bolaning insha daftarini menga asta kelib berdi. Daftardagi tunji inshaga ahamiyatli bir ish deb mavzu qo'yilgan edi. Uningda futbolga amroq bir bola tasvirlanibdi. Avtor maqolani futbol o'ynash men uchun eng ahamiyatli ish deb boshlab, o'zining futbol o'ynagan chog'dagi xushalliqlarni, futbol maydonidagi qiziqarli tafsilotlarni tasvirlabdi, hatto o'zini mastan qilgan 2 nafar futbol cho'lponining ism sharifini kuyizibdi. U bu 2 top cho'lponini 5 qo'ldek bildigan bo'lg'achqa ishtiyoq bilan nihoyat pishiq yozibdi. Maqol hali uzun bo'lgani bilan til ravon, hissiyotchan yozilgan. Canlıq o'qitishlar nihoyat joyiga tushirilgan edi. Buningdan bolaning maqolni o'z hissiyotini singdirib yozganligi chiqib turadi. Maqol mazmunini mavzuda ko'rsatilgan doiradan sal-pal chetnab ketganligini hisobga olmaganda, uni nihoyat yaxshi yozilgan insha deyishga bo'ladi. Inshani o'qib bo'lib, bek yaxshi yozilibdi deb og'zimni o'milab turishimga, batning oxiridagi 0 degan nomer bilan muallimning qayta yozilsin degan eskartmasiga ko'zim tushib qoldi. Buningdan bek hayron bo'ldim. Mushundaq esil inshaga 0 ilib qolganligiga faqat ishongim kelmadi. Bolaning insha daftarini yana varaqlab baxdim. Mavzusi boyaga o'xshash maqoldan yana biri bor edi. Bu muallimning talabi bo'yicha qayta yozib chiqqani, dedi bolaning onasi. Ikkinchi maqolda ahamiyatli bir ish mundaq yozilgan edi. Ular futbol o'ynayotgan vaqtda bir bola yiqilib yaralanibdi. Avtor o'ynayotgan to'pni tashlab, yaralangan savodishni shifoxonaga olib, uning yarasini tangdiribdi. Ondan uyiga olib qo'yibdi. Buning bilan boshqalar uchun yaxshi qilgan avtorning ko'ngli xushallikdan yayrab ketibdi. Maqol nihoyat qisqa, bayonlarni taqqa-tuqqa edi. To'qib chiqarilganligi bilinib turadi. Ammo muallim uningga 72 nomer qo'yibdi. Buni bolam o'zi to'qib chiqargan, dedi bolaning onasi. Balam muallimi qayta yoz degandan keyin nimani yozishini bilmay qiynalib ketdi. Bolalar o'ylab yetalaydigan ahamiyatli ishlardan futbol bilan o'yin tursa, yana nimani yoza oladi? Shunga oxir to'qib bir nimalarni yozdi. Muallimning bu qilganini yumuloq bijri marvoyatni bulg'ida urib chaqib etib, ondan uning kichikkina bir sunganini bolaga marvoyat degan mundaq bo'ldi deb tutqizib qo'ygandek bir ish edi. Buni o'ylab yuragim echish qildirdi. Aş muallimning maktabiga berib, bundaq muallimni munbardan haydab etkilik deb taklif berishning o'rni bo'lmag'achqa ichimda bu bolaning peshonasi o'ngdan kelib, kunlarning birida obdan bir til adabiyot muallimiga uchrab qolgan deb tiladim. Beijing Universiteti professori, mashhur pedagog Laokaishi efendim bir qatimliq darsda o'z beshidan o'tgan bir hikoyani so'zlab mundaq degan edi. Kichik chog'larim edi. Anam meni Xanjuga ilib borgan edi. Poyezdni tunji qatim ko'rib hayron qoldim va qaytib kelgandan keyin bu safarimda ko'rganlarimni bir maqol qilib yozib baxdim. Maqolamda poyezd go'yo yilondek o'mlab ketib boradi degan bir jumla tasvir bor edi. Ammo muallim maqolamni ko'rib o'qitishing joyida bo'lmabdi deb tanqidlab ketdi. Muallimning bu gapi ko'nglimga azor bergachga hali uzungacha bir narsa yozishga qo'lim bormadi. Shunda qilib boshqa muallimga yo'liqqandan keyin ondan qo'limga qalam oldim. U muallim bir parcha she'rimni nihoyat maqtab sinfdagi saboqdoshlarga o'qib berdi. Ma'lum bir jurnalga avatib e'lon qildirdi. Bu ish menga madad bo'ldi. Shuning bilan til adabiyot darsi va yoziqchilikqa bo'lgan ishtiyoqim qayta qo'zg'aldi. Mashhur olimlarmi balaliq chog'larida ana shunday o'ngsizliklarga uchragan ekan. Demak, bolalarning hammasi to'g'ri o'qitishning himoyatiga muhtoj. Qisqasi Laokaishi efendining keyingi muallimi oldinqisiga o'xshash bo'lgan bo'lsa, ehtimol ilimiz ma'rif sohasida ilm sarkarlaridan biri kam chiqqan bo'lar edi. Hozir insha desa besh og'riydigan bir parcha narsani o'nglab yozolmaydigan bolalar samandek. Muallim va ota-onalarning hammasi degidek bundan hasratlandi. Hadislar bolalardan og'rinamiz. Ularni tanqidlaymiz. Ammo qaysi birimiz maktablarning yoziqchilik darsi ustida o'ylanib boqdik.
Qaysi birimiz məsələnin səbəbini müəllim yoki ata-onalardan izləb baxdıq. Başlanğıç məktəbinin 3-cü yılında oxuydigan bir qız var ekan. Ata-anasının xizməti nəhayət aldırış bolğaçqa öy işlərini xizmətkar qıldı ekan. Bir kuni müəllim balalarga qaytib bargandan keyin apanglarning öy ishiga yordamlashinglar. Ondan öy ishi qilgandan keyingi ta'sirotlarni maqol qilib yozib chiqinglar. Maqolaga opamning öy ishiga yordamlashgandan keyin degan mavzuni qo'yinglar deb tabulabdi. Helik qiz uyga borgandan keyin muallimning topshirig'i bo'yicha uy ishiga yordamlashib, pol surtibdi, qochquchlarni yupdi. Ondan maqolasiga mundoq deb yozibdi. Uy ishiga yordamlashgandan keyin ondan bildim. Uy ishi degan ham ig'ir, ham zerikishli bo'ldi ekan. Ilgari opamning yaxshi o'qigan, obdan o'rgan degan gaplariga ancha parvo qilmabdi ekanman. Aslida u hozir darslarni obdan o'qimasam, keyin yaxshi xizmat topolmay qoldiganligimdan ansirgan ekan emasmi? Shundoq, men obda o'qimasam cho'ng bo'lgandan keyin yaxshi xizmat topolmay, uy xizmatkor bo'lib qolgandekman. Amdilardan qo'liga qalam olib yoziqchilikni o'rganishga boshlagan mushtumdek qizning yozganlari garchi oliyjanob ishlardan bo'lmasa-mu, ko'ngildagi rost gaplar edi. Ammo muallim u maqolani o'qigandan keyin qizni maqolaning mazmunida masala bor, uy xizmatkorlarini kamsitibsan deb tanqidlab, maqolani qayta yozib kelishga buyuribdi. Qizcha qandaq yozarini o'qimay opasidan so'ragan ekan, opasi shundoq deb javob beribdi. Ha, uy ishlariga yordamlashgandan keyin uy ishining bakmi jaboliq ekanligini his qilib yetdim. Bundan keyin yaxshi o'qib, onamning ajriga javob qaytaraman deb yozing. Qizchaq opasiga javob berib mundoq debdi. Voy, siz azaldan uy ishini qilmaydigan tursangiz, uy ishlarining hammasini ojash qiladi. Sizlar kuni uyga qaytib kelib tamoq yeb bo'lgandan keyin o'ltirib televizor ko'rsiz-ku. Siz azroqmi javob tatib baxmadingiz? Voy, nima deydigandu? Uyimizda xizmatkor yo'q, uy ishlarining hammasini opam qiladi deb faraz qilmamsiz. Maqol degani-chu, tasavvur bilan to'qib yozsami bo'ladi. Heliki muallim bilan heliki qizchaqning opasining gaplari anglamoqqa to'g'ridek tuyuldi. Ammo ular chinlikning qimmatiga sal qarab, ijodiyatdagi tasavvur bilan to'qilmani boshqa tushunib olgan. Bu amaliyotda bolalarni yolg'on gap qilishga o'rgatganlik. Ular garchi bolalarni insha yezishni o'rgansin deb o'ylasimi, qanday yetaklashni bilmagachga insha yezishning eng yaxshi amali rost gap qilishni oyoq osti qilib etgan. Yeziqchilikdagi eng katta mahorat rost gap qilishda. Chunki rost gap kishilarni qalam tavritishga da'vat qiladi va qiziqtiradi. Yozdigan narsalar putingizga putlashib tursimi, sizda rost gap qilish jur'ati bo'lmasa, qalam tavratmagingiz ba'zi mushkul. Yeziqchilik ilhomi biror muddani ifodalash istiqidan keladi. Rost gaplarni yezishga jur'at qilganda, ondan nimani ifodalamoqchi ekanligingizni aniq anqira olasiz. Mazmunni bemalol tashkillay olasiz. Biror muddani ifodalash orqali ko'nglingizga mamnuniyat topa olasiz. Dunyoda yolg'on gaplar uchun qalam tavritishni xohlaydiganlar bo'lmasa kerak. Chunki mayli kunlik turmushda bo'lsin yoki yeziqchilikda bo'lsin, yolg'on gap qilish rost gap qilishdan tez. Uning ustiga saqliqning shu kishiga baxsh eta oladiganini go'zallikdan tug'ilgan shodlik emas, balki damonliq qanoat. Navoda bolalar yeziqchilik mashqida hamisha qalb so'zlarini emas, yolg'on bir nimalarni deb ko'ngilda azaldan baxlanib baxmagan ideviy hissiyotni bayon qilg'ili tursa, bu hol bara-bara ularning tafakkurini qalaymaqonlashtiradi. Bolalarni gangirtib, ularning ilhomi shundoqli hukmlash va xom material jo'g'lashliqlarni barbod qilib etadi. Oxiri berib bolalarni zot nimalarni yezish lozimligini anqira olmaydigan beqovillikqa banat qilib qo'ydi. Yolg'on gaplar uchun qalam tartishning mas'uli shu bo'ladiki, bolalar muallim qo'yib bergan mazmunga shundoq bir qaragandan keyin o'z pishiq biladigan odamlar, ishlar o'zining chin tuyg'usi va tushanchisini bir oyoq qayirib qo'yib, mazasiz ham xayollarni ming bir jafoda terib, to'nab, o'zida azaldan baxlanib baxmagan notanish hissiyotni, zodi nima ekanligini tex anqirib bo'lolmagan aktual nuqta nazarni bayon qilishga tirishadi. Mushu tariqada bitgan insholar ehtimol o'lchamga tushishi mumkin. Ammo bolalar qalamni noxushlik bilan zo'rg'a tavratganda, bundoq yeziqchilik bolalarni qiynaydi, zeriktiradi. Ularning yeziqchilik qizg'inligi va ishonchisini yo'q chiqaradi. Nurg'un bolalarning insha yezishga qiyriqlashib ketishligi sabab dal mushu yerda. Hozir o'ttir boshlang'ich maktablarning yeziqchilik darsida muallimlar o'rgatayotgan qoida va amal-chorlar nihoyat ko'p. Ammo buningda cho'ylib turmaydigan ushshoq taktikalar so'zlanib, insha yezishdagi eng yaxshi amali rost gap qilishga sal qaralib o'tadi.
Hatto u atda yaklanib birər ishqi tutuş qılğan çağımızda onun ən yaxşı amalını bir yoq tashlab qo'yib, nədəki bir uşaq taxtikalarga esilib alsaq, bu ishni boshqa elib chiqolmaydi qolmay, hatto uningdan rayimiz yenib ketadi. Muallimlar insha mahoratini so'zlaganda chin hissiyotni yezinglar deb ta'kidlasimi, bolalarning amaliy yozuvchilikda rost gap qilishni ancha quvvatlab ketmaydi. Muallimlar, ota-onalar va jamiyat manba qilgan axloq va sog'liqi engi hozirgi maktab munbarlarini chin qamallab turmoqda. Balalar özünü ifadələşə başlayan vaqtda bu xil qamallıq ularga asosiy iqimning gapini qilishni hapla-şapla öğütüdü. Mustaqil fikir qilish va özünü chin ifadalash imkoniyatini hargiz bermaydi. Muallimlarning balalar yozgan inshalar haqidagi ko'rsatma va tanqidlari ularni rost gap qilishdan tashvishlanadigan qilib qo'yg'ashqa, balalar qalamni qo'lga olgan hamon kallasida qandaqdir reallikdan chetnigan bir xil saxta inkas aks etilgan bo'lib qoldi. Her qandaq maqolda avtorning ideviy holati va axloq fazilati aks etgan bo'ldi. Shunga o'tir boshlang'ich maktab bolalarga insha yezishni o'rgatuvchilarmi bolalarda durust ideviy fazilatni yetildirish mas'uliyatini zimmasiga olish lozim. Shunga o'tir boshlang'ich maktab bolalarga insha mashq qildirganda ularga o'ylaganlarini aynan va erkin ozod ifodalashni o'rgatish kerak. Shundala bolalarning yeziqchilik saviyasi, axloq safosi deganlardan eg'iz ochqil bo'ldi. Balalarni inshada saxta gap qilishga o'rgatib qo'yganda, ularni yeziqchilik saviyasini o'stirgil bo'lmayli qolmasdan, ideviy tarbiyaga ega qilish maqsadiga yetkil bo'lmaydi. Balalar aynan ishni yasab jabdib ifodalashga ko'nib qolsa, bara-bara saxta gaplarni qilishni o'rganib oladi. Erkin fikri cho'nglarning qilib ramkalariga naqtalgan balalar tadrijiy qo'lmijoz bo'lib qoladi. İnşa yeziqchilikda obdan natija olish uchun o'ylaganlarni muxolif gaplarni yezishga odatlangan bolalar bara-bara xosligi yo'q parxo'rlardan bo'lib qoladi. Bu nuqsonlar oxir berib ularning ideviy fazilatini barbod qilmay qolmaydi. Lushin efendi mundaq degan ekan: Chakinlar fikr xiyolining tutami yo'q beshamlardan bo'g'ashqa, bugun biriga ko'pbanchilik qilsa, ati yana biriga do'st tortadi. Kichikdan tartibla chakinlarning gap so'zlarini o'rganib qolgan odam bara-bara o'zimi osh chakinlarga o'xshab qoladi. Yeziqchilik odatda o'z oldiga fikr qilish jarayoni bo'lganligi uchun uni mustaqil ideyaning yetilish jarayoni deb qarashga bo'ldi. Bolalar biror mavzu ustida mustaqil qalaqa turgan chog'da uning bezaksiz fikrlari erkin parvoz qiladi. O'z ko'nglida deydigan nurg'un gaplari bo'lg'achqa, maqolsida ifodalaydigan mazmunlarni zo'riqmayla tashkillayalaydi. Maqolning ba'zi sonini qaytish uchun ma'siz quruq gaplarni yezib yurmasimi, qalami bemalol yurg'ilaveradi. Bir bolaning o'sib yetilish muhitida uni tushkunlashtirib yetadigan omillar bo'lmasa, uning ideyasi hargizmi insholarda o'ylaganlarini erkin ifodalaganligi vajidan buzilib ketmaydi. Aksicha tadrijiy pishib yetilayotgan fikrlari uning yozganlarini texmo mukammallashtiradi. Qizimning insholariga yetakchilik qilgan vaqtimda hamisha o'ylaganlaringizni aynan yezing, rost gap qiling deb taplab turatdim. Shunga uning maqolalarida chin hissiyot balqib turadi. Qizim tilxus o'tir maktabda o'qiyotgan chog'da Onalar bayrami munosabati bilan maktab onalarga minnatdorlik bildirish faoliyati o'tkazmoqchi bo'lib, bolalarga ozmi kuni qaytib borgandan keyin oldi bilan opanglarning putini yuvib qo'yinglar. Ondan bir parchadan maqola yozib, opanglarning putini yuvgan chog'dagi hissiyotinglarni ifodalab beqinglar deb topshiriq beribdi. Bu topshiriqdagi mudda va uningda bolalarni zod nimani yozish talab qilinganligi nihoyat aniq edi. Ilgari boshqa maktablarning ashunday faoliyatlarni qilganligini anglagan edim. Xo'sh, maktablar put yuvish faoliyatiga nima uchun buncha qiziqadi? Oldingi yildagi Leyfondan o'g'inish kuni bo'lib o'tgan ishlar yodimga kelib qoldi. Qaysi bir yili Leyfondan o'g'inish kuni kishilar ko'ch-ko'ylarga chiqib, o'tgan kashkalarning oyog'ini haqsiz moylabdi. Buning bilan ashu ishga tayinib non deb yeydigan maylamchilarning o'qiti sug'chilashibdi. Bu Leyfon ro'y qilingan hurmatsizlikmi emasmi? Menimcha put yuvish bilan oyoq moylashdan iborat bu ishki yangiliklarning sababida bir xil o'rtaqlik bordek qiladi. Uning ustiga ashu o'rtaq sabab nimishqidir meni beorom qilishga boshladi. Qizim maktabdan berilgan bu topshiriqning ujur-bujurini deb berdi. Ammo uning tanqid qilayotganligini bayqab qoldim. Odatda maktabdan o'rlashtirilgan ishlarga tashabbuskorlik bilan moslashdik. Ammo maktabning bu qatimki ishi g'alatiroq tuyuldi bo'lg'ay uni o'rindashga royim bormadi. Men tahi yosh, o'zimni saqlam, dedim qizimga. Nimishqa putimni sizga yug'izg'idekman. Qerib mumgaljon bo'lib ketgan taqdirdimi, müdürligidek majolim bo'lsa putimni hargiz muhaqqi yug'izmayman.
Kishilar bir-biriga kuyunishi, yordam berish kerak albatta. Lekin yordamni boshqalar muhtoj bo'lganda qilsa, ondan massi bo'ldi. Kuyinishning usulimi loyiqida bo'lganda, ondan boshqalarni xushal qildi. Menimcha paypaqa nahal qaqqandek yordamni qilgandan qilmagan tuzukroq. Qizim yana o'ng'aysizlanadi. Shunga unga tushuntirib mundaq dedim. Navada xizmat yoki turmushda tog' davallarni piyoda kezib, putlarim og'rib ketgan bo'lsa-da, u chog'da putimni issiq suvda yuvib qo'ysangiz, uning ahamiyati bo'lgan bo'ladi. Ishxonaga mashinada berib kelaman. Atdan kechgacha asosan degudek o'rindiqda o'tirib ishlayman. Shunga putim hatto qo'limchilikni talmaydi. Shunga putimni emas, ishga berib kelguncha shamolda yerilgan yuzim bilan ishlab talgan qo'llarimni yuvib qo'ysangiz bo'ldi. Ammo buning zaruriyati bormi? Qizim gapimning o'rinli ekanligini tushundi. Lekin maqolani nima deb yozganligini bilmay besh qatib o'tadi. Men undan yana so'radim. Maktabning bunday qilishdagi maqsadi nima? Bolalarga onasini tushunish va onasiga kuyinishni o'rgatish, dedi qizim. Bolalarning onasiga bo'lgan mehr-muhabbatini biror amaliy ish orqali izhor qildirish. Ha, ballim. Undaqda siz men biror ish qilib bermoqchimi? Qizim beshini ochdi. Qizimga qarab hayajondan kuldim va odatdan bo'yicha uning ishga ma'zini silab turib burnining uchiga suyib qo'ydim. Bugun kechda dadangiz ishkaylarning boshqa ishi yo'q, dedim uningga. Uchaylan talaga chiqib sagidib kelsakmikin deyman. Dadangiz ishkaylarning sizni ergashtirib talat yuzlarga chiqmaganimizga uzun bo'pti. Qizim ma'qul bo'ldi. Biz uchaylan talaga sagidigili chiqdik. Rost gapni desam, u chog'larda 3 yilimiz bir-birimizni aldirash bo'lg'achqa bu shu kundagidek birga talaga chiqib sagidab kelish biz uchun bakmi ko'ngilli ish edi. Shunga uchaylan qo'ltiqlashib mang'ash qong'uchi mo'ntashdik. Bolalarning hammasi onasiga bo'lgan kiyimini butun yuvish bilan yuvib qo'yib ondan yozaman desa, buning nima qizig'i bo'lsin? Bugun menga haqiqiy vafodorligingiz yetdi, qizim. Chunki topshiriqingizni tashlab, qimmatli vaqtingizni chiqarib dadangizlar ishkaylarga hamroh bo'ldingiz. Mushning o'zi men uchun baxt, menga kerakmi dalmi shu? Qizim bundan ota-onaga bo'lgan vafodorlikni ifodalash usulining xilma-xil bo'lganligini, hammadan muhimi chin hissiyotni ifodalash ekanligini tunib oldi. Qizimga hamisha insha yozganda bulup muallim mavzu qo'yib bergan maqolani yozishda chin tuyg'uni ifodalash lozim deb taplab turatdim. Chunki maqolning mazmunini ma'lum qo'ygan bo'lg'achqa, bolalar gapni nerdan boshlab qanday yozishni tamolligi bilamay qoladi. Shunga qalamni qo'lga olishdan ilgari bolalar o'ziga shunday savollarni qo'yib beqish lozim. Mushu mavzu yoki buning munosabatli mazmunlarni qanday tushunishim kerak? Demoqchi bo'lganlarim zodi nima? Menda boshlangiga o'xshamaydigan o'y fikr bormi, yo'q? Menda eng samimiy fikr zodi qaysi? Qizim ijodiy tafakkurga xili odatlangachga yozdigan mazmun va bu vaqtdagi tasavvurni hash-bashdigacha kallasida pishirib bo'ldi. U maqolasini yozib bo'lgandan keyin oldi bilan men ko'rib chiqdim. Qizim muallim qo'yib bergan bu mavzu haqidagi tushunchisini, ikkimizning mundoshlarini putuyush orqali ifodalash tegishlik vafodorlikni menga hamroh bo'lib sayl qilish orqali ifodalash davomida his qilganlarini aynan yozibdi. Ishqilib qizimning menga bo'lgan hurmati va kuyimi ifodalangan bu maqolasi chin hissiyot bilan nihoyat ravon yozilgan edi. Bir qatimliq ota-onalar yig'inida ilmiy mudarris shu qatimki faoliyat to'g'risida gap bo'lganda, sinfdagi ishki bangbash bolaning shu qatimliq faoliyatdan keyin o'zgarganligini ata-oytim tilga olib, u faoliyatning nihoyat unumli bo'lganligini tushuntirdi. Uning aytishicha, bu ishki bola onasining putidagi yerilgan va qadoqlarni ko'rib, jafokash onasiga bu bakmish chaqiribdi va endi yaxshi o'qib, onasining ajriga javob qaytarish qaroriga kelibdi. Ilmiy mudir ishki bola yozgan maqolaning u yer bu yerlarni o'qib bergachga maqolalarning zodi qanday yozilganligini bilmadim. Menimcha shu ishki ayolning putidagi qadoqlar rostilla xizmat va oila jafosi vajdan tushgan bo'lsa, u bolalarni rostilla ta'sirlantirdi. Ham bolalarning maqolasi chin hissiyot bilan bitgan bo'ladi. Navada u ishki ayolning putidagi qadoqlar egiz boshliq oyoq, ziyoda harakat yoki putni asramaganlik sababidan tushgan bo'lsa-chu. Undaqda u putlarning bolalarning yuragini echishtirish salohiyati bormi? Unda qadoq bilan ona sevgisi o'tirsida nima munosabat bo'lsin? Acaba putini obdan asrashni bildigan ayollarni jafosi yo'q onalarga chiqarib etkilikmi? Qisqasi, bolalar inshani yolg'on gap bilan emas, chin hissiyot bilan yozgan deyman. Zamonimizdagi dаңliq mutaxassis Beijing Universiteti Jungo adabiyoti fakultetining professori Challi Junapandi mundaq qaraydi.
Ballarning so'zlash yezish qobiliyatini yetildirishda oldi bilan ularni ma'lum durust pozitsiyaga, ya'ni o'zining haqiqiy o'yi va chin hissiyotini aynan ifodalashga odatlantirish lozim. Hozir ma'rifimizda qilib-bozlik bilan yasalmalik yanada avj olib, hatto o'tir boshlang'ich til adabiyot darsiga singib ketyotidi. Balliq chog'da yuqqan yomon illat oxiri odamning jinini oladi. Bu yeziqchilik istilidagi masala emas, muhimi millatning saposi, ruhi va axloqiga berilib taqildigan masala. Chunki bolalar inshoda og'ziga kelganini to'qib jo'yligili, o'z vijdoniga muxallif gaplarni yozg'ili tursa, u bora-bora odatga aylanib, ularning ruhiyatini karoddan chiqaradi. Yeziqchilikdagi to'qilma bilan yolg'onchilik tubdan o'xshamaydi. Bu ikkisining farqi mohiyatda mo'l tasavvur bilan tasavvur qahatchiligi o'rtasidagi farqdir. Chin hissiyat singdirilgan to'qilma tasavvur kuchidan tug'ilgan go'zallikni namoyon qila oladi. Asardagi yolg'on o'ydirmalar chin hissiyat, haqiqiy tuyg'u va tasavvur deganlardan mustasno zo'rg'a yozilgan bo'lg'achqa uningda go'zallik bo'lmaydi. Balىغا o'ylaganini degizmoqchi bo'lsang, buningga ehtiyotjon va astoydil pozitsiya tut. Uningga kallasida hozir bo'lmagan tuyg'uni to'qib yezishni emas, balki qalbidagi chin hissiyotni bilish va qadrlashni o'rgat. Yeziqchilikda rost gap qilish daslibida on kategoriyasiga tava bo'lsa-mu, bora-bora odatga aylandi. Navoda birov kichik chig'idan boshlabla soxtalik arsida cho'ng bo'lgan va tarbiya olgan bo'lsa, u bora-bora rost gap qilish iqtidorini yo'qotadi. Oxir rost gapni desimi deyolmaydigan bo'lib qoladi. Buni o'zgartirish uchun noyatichiq ajr qilish to'g'ri keladi. Mashhur yozuvchi BFU yeziqchilik oldi bilan jasoratingni, ondan qolsa mahoratingni sinaydigan ishdir degan edi. Demak, bolalarga yeziqchilikda rost gap qilish jasoratini kichik chig'idan boshlab tutish qilganda ondan o'rgatgili bo'ladi. Navoda vaqtni o'tkazib o'tib qolsa, uning o'rnini abadiy to'ldirib bo'g'il bo'lmaydi. Odatda qiz yeziqchilik mahoratini ming bir mushaqqatda izlayotimiz. Ammo yeziqchilikdagi eng katta mahorat pek moddiy. U bo'lsa rost gap qilish. Bolalarning enga rost gap qilishdan iborat bu nuqtani singdirsak, uning ahamiyati yeziqchiliknikidan eshib tushgan bo'ladi. Xuddi Chellyuchin apandi aytgandek, birovga qandoq yozishni o'rgatish, yana bir ma'nodan olganda uningga qandoq odam bo'lishni o'rgatganlik bilan barobardir.